Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Rishton eski mol bozoridan ikkita kvartira qo'yapmiz, yonma-yon. Puli вообще zo'r. Eshitib ko'ring. $2000 boshlang'ich to'lovi. Krediti ham zo'r chiqqan. Ketdik birgalikda ko'ramiz. Mana o naryoqlarni ko'rsating. O'sha odamlar yashayapti. Bu yangi tembola, hali hech kim yashamagan. -1da kvartiramiz -1. Chiroyli qilib qo'yishgan, akkuratni qarang. Ozmosiga ahamiyat bermanglar, sababi ustalar ishlayapti. Realni biz chiqarib olib video qilyapmiz, qarang. 2 xonali 48 kvadrat. Operator ko'rsating. Yangi, hali hech kim yashamagan. Mana. Umumiy sanuzili, svet hamma yoqda o'chib qolgan ekan, o'shaning uchun uzrimizni so'raymiz. Olishga to'g'ri keldi, vaqtimiz ham kam bizni. Mana. Umumiy sanuzilda hamma yog'i bor. Bu tomonda mana kuxnyasi. Kuxnyasi mana hamma vichka, o'sha suvi. Sraz aytib qo'yay. Suv svetdan muammosi yo'q, bu yangi domlarda gaz yo'q. Lekin ko'rsating, mana ataplerani o'sha o'zlarini sentralniy kotyoli bor. Kvadratiga qarab 3 oy bo'lsa, o'sha arzon chiqar ekan. Oylik to'lovga ekan, 3 oy masalan har oy har nimada berib yurmaysiz ekan, yaxshi ekan bu tomoni. To'g'ri kirganda mehmonxonasi, aboylari ham yaxshi. -1da deyapman sizlarga, 48 kvadrat. Akalar, ulgurib qolinglar, bunaqasi kam. Bu hali sizni 5000, 6000, 7000 boshlang'ich to'lov emas, 2000. Nargisiga kiryapmiz. Nargisi ham xuddi shunaqa arzon. Men sizlarga aytib qo'yib, bu yerda kelinglar. Boshlang'ich to'lovi $2000, ozmoz sunnati bor, ozmoz. 20 yil 3.800.000 dan ketadi. Mana shu xonamizniki. Nargisiniki uje o'zgaradi. Eslaringda qolsin, Nargisiga ketyapmiz. Bizni ko'proq Instagramda 24 soat reklama kirsanglar, ba'zi YouTube'ga qo'ymasdan sotilib ketayotgan joylar, arzon narsalar o'sha yerda. Mana bu tomonda koridor. To'g'rida detskiy klasmi, mehmonxonami, bu ham -1da. Buni ham pul $2000. Bizda o'zimizni nomerimizni qo'yapmiz. Kelsanglar, xudo xolasa shunday qilib o'zim chiroyli qilib kuzataman sizlarni. Kutib olaman. Mana ataplenalarga hamma yog'i bor. Umumiy sanuzili. Bu yerda mana kuxnyasi aytayapman, usta ishlayapti. Mana realni ishlayotgan joyida olyapmiz-da. Hamma yog'i shu ichida. Bu yerda ham svet suvdan muammosi yo'q, gaz yo'q. Hozir kuxnya. Bu tomonda mana mehmonxona qilaman desanglar ham remontlari yaxshi, lekin bitta narsa aytib qo'yay, o'sha mabodo ko'pchilik haligi boshqacha o'ylaydi-yu, -1, u bo'ladi, bu bo'ladi, unaqasi yo'q. Mabodo remonti bir narsa bo'lib qolsa, o'zlari sizga ta'mirlab berishadi. Lekin unaqa bo'lmadi. Mana shu uylarni ko'rsatganimga 1 yildan oshgan, mana o'zlaringiz yaxshi qaranglar, bironta effekt, bironta joy ko'chib qolib, yo biror narsa bo'lmagan. Buni ham nimasiga kelaylik? $2000 boshlang'ich to'lovi, ozmoz sunnati bor. Bu 5 yil subsidiyasi 3.800.000 dan, keyin 15 yil 4.300.000 dan berib borasiz. Ulgurib qolinglar, faqat bizning kanalda bunaqasi. Birinchi bu. Tezda ulgurib shunaqa joy qidirib yurganlarga tashab qo'yinglar. YouTube'ga ham, Instagramga ham obuna bo'lib qolinglar. Keyin yana bitta yangiligimiz, biz Max ilovasini ochganmiz, gruppamiz bor. Rossiyadagilarga shuni tarqatib yuboringlar. Mana bu raqamga shunday sahifga qilib biror narsa yozsanglar, men sizlarga silkasini tashab beraman. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Ozmoz kamchiligimiz bo'lsa, uzrimizni so'rab qo'yamiz har doimgidek.